Yaqinqi mezgillarda Uyg'urlar duch kelayotgan g'oyat zo'r ko'lamlik va sistemalik siyosiy bostirish harakatining amaliyotda irqiy qirg'inchilik ekanligi to'g'risida ko'plagan fikrlar o'tirg'a chiqayotgan edi. Doktor Adrian Zenizning Uyg'urlarning nüfus üstünlüğünü o'zgartirish qurilishi, Beijing doiralarining Janubiy Xinjiangdagi nüfusni a'lolashtirish strategiyasi haqida tahlil temisidagi doklati 24-avgust kuni G'arb dunyosidagi ilmiy asarlar nashriyotchiligida bayroqtarlik o'rnida turayotgan Taylor va Francis guruhi boshqarishidagi O'rta Osiyo tekshirishi jurnalining 2021-yillik avgust sonida rasmiy e'lon qilindi. Mazkur dokladagi dalil isbot tariqasida tartib bo'yicha berilgan hukumat hujjatlari Xitoy Kompartiyasining g'arazlik va maqsadlik holda Uyg'urlarning nüfusini tabiiy ko'payishdan cheklayotganligini namoyon qiladi. Buningda ko'rsatilishicha, buni amalga oshirish uchun Xitoy hukumatı majburiy tus olgan tug'ut cheklash tadbirlari, lagerlarga qamash va boshqa millatlarga majburiy to'ylashtirish choralarini ijro qilmoqda ekan. Navoda ahvol mushu tariqada davom qilsa, 2040-yilga borganda butkul Uyg'ur millatining ko'payish nisbatida 4,5 million Uyg'urning kemiyib ketishi ehtimolga bakmo yaqin ekan. Avtorning bayon qilishicha, Xitoy hukumatı bu tadbirlarni ijro qilishda alohida kuch sarf qilgan nuqtalarning biri Uyg'urlar ko'proq makonlashgan Qashqar, Xotan, Oqsuv qatorliq viloyatlardagi Uyg'ur nüfusining shu joydagi nüfus nisbatida mutlaq ustunlikni egillashi. Xitoy nüfusining ularga solishtirganda osonlik bo'lib qolganligidek reallikni o'zgartirish urinishi ekan. Xitoy hukumatining bu joylardagi Uyg'ur nüfusining mutlaq ustunlikni egillashi Xitoy matbuotlarida nüfus qurilmasini a'lolashtirish deb atalgan. Bu ta'bir bo'yicha bo'lganda Tarim vodisidagi har qaysi noya va shaharlarda Xitoy nüfusining egillagan nisbati Uyg'ur nüfusining hozirgi nisbatidan eshib tushganda nüfusning a'lolashganligi amalga oshgan hisoblandi ekan. Aloqador mutaxassislarning bayonlarida ko'rsatilishicha, bu xil qapiyalang'ich ma'nodagi hukmron millatning nüfus nisbatini mutlaq ustun o'rniga chiqarish nazariyasi 1940-yillarda natsistlar Germaniyasi davrida keng ko'lamda ijro qilingan tadbirlarning biri ekan. Uningda Aryan millatining oliy irq ekanligi hamda ularning nüfusdagi a'lolik o'rnini kafolatga ega qilish chaqiriqlari ayni vaqtda ko'plab bozor topgan ta'limotlar ekan. Endilikda bo'lsa Xitoy hukumatı shuningga o'xshab ketadigan hodisani yana bir qatam o'tirg'a chiqarishga urinmoqda ekan. Yana kelib bu xil nüfusni a'lolashtirish qurilishini Xitoy hukumatı oshkora holda nüfus qurilmasi va nüfus bexatarligining muhimligini diqqatdan soqit qilmagan holda terrorlikning oldini olishga tadbir qatorida ijro qilishini ta'kidlamoqda ekan. Taylor va Francis guruhining bu vaqtdagi obzorida Uyg'urlarning Xitoylardan butunlay farqli bo'lgan milliy va diniy kimligi, ularning O'rta Osiyo bilan bo'lgan tarixiy bog'lanishi qatorliqlar alohida ta'kidlanish bilan birga, doktor Adrian Zenizning tadqiqot maqolasidagi bayonlar asosida Xitoy hukumatini sistemli qirg'inchilik qilyotdi deb qarashning butunlay amaliyotga uyg'un ekanligi, yana kelib bu vaqtdagi munosabatlik buyruqlarning manbasi Beijing ekanligi aytildi. Yana bir yoqdan maqolada o'tirib qo'yilgan ko'zqarashlar BDTning qirg'inchilikning oldini olish va qirg'inchilikni jazolash ahdnomasidagi qirg'inchilik modellarning ko'p qismining navbatda Uyg'urlarning beshiga kelayotganligi. Shunday bo'lganligi uchun Uyg'urlar duch kelayotgan bu bostirish harakatini 21-asrdagi yangi irqiy qirg'inchilik deb atashga bo'ladiganligini olg'a surdi. Chunki Adrian Zeniz o'zi aytgandek, bu doklad Xitoy hukumatining Xinjiang masalasini hal qilish uchun Uyg'urlarning nüfus qurilmasini o'zgartirish va a'lolashtirish eng unumli chora degan nuqtai nazaridan to'liq aks ettirdi ekan.